O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Ashraya Jo'rayev 1956-yil 8-avgustda Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi Jaloir qishlog'ida tug'ilgan. Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniy institutini tamomlagan. Uning Toshboqalar poygasi, Yurak bo'ronlari, O'q uzgan kim kabi kitoblari nashr etilgan. Shulardan biri Kichik ustoz. Qishki ta'tilda Anvar bilan Akbarlarnikiga olis Jaloir qishlog'idan Ozodbek mehmon bo'lib kelibdi. U o'zining maktabida shaxmat to'garagi borligidan shaxmat to'garagida faol qatnashib, allaqachon sinfdoshlari ichida birinchi bo'lganidan faxrlanardi. Hatto maktab direktori ham uni faxriy yorliq bilan taqdirlabdi. Sizlarga ham shaxmat o'ynashni o'rgataymi? deb so'radi Ozodbek. Aka-ukalarni shaxmatga qiziqib qolganlarini ko'rib, Ozodbek bolalar bobolariga sovg'a qilingan shaxmatni uylaridan olib chiqishdi. Ozodbek ularga birinchi bo'lib shaxmat donalari nima deb atalishini, keyin esa qaysi katakchalarda qo'yilishini va katta ustozdek shaxmat qanday o'ynalishini o'rgatdi. 2-3 kun o'tib, astoydil aka-ukalar o'zlari shaxmat o'ynaydigan bo'lishdi. Ularda bir muammo bor edi. Ularning Feruza ismli singillari ularning yoniga kelib, shaxmat donalarini olib, xohlagan katakchasiga qo'yaverardi. Uning qo'lidan shaxmat donasini tortib olsangiz, men ham o'ynayman. Feruza tegma. Sen hali o'ynashni bilmaysan-ku Feruza. Men ham o'ynashni bilaman. Akalarim o'rgansin, keyin senga ham o'rgataman. Feruza qing'illab borib, bobosiga yoki dadasiga akalarining ustidan shikoyat qildi. Bobo, ularga qarab menga shaxmatni berishmayapti. Hozir akalarim o'ynab bo'lsin, keyin ikkimiz birga o'ynaymiz. Ularga bermaymiz. Feruzani jim qilmoqchi bo'lib, bobosi uni ovutdi. Bobosi yosh shaxmatchilarni shirinlik bilan taqdirlabdi. Feruzaga ham o'rgatinglar. 2-3 kun o'tib, Ozodbekning qishki ta'tili tugadi va qishlog'iga qaytdi. Ota-onalari bolalarning shaxmatga qiziqib qolganlarini ko'rib, shaxmat to'garagiga qo'yishdi. Yangi ustoz so'radi. Shaxmat o'ynashni bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Kim o'rgatgan? Ozodbek, dedi aka-ukalar birgalikda. Ular uylarida singillariga ham shaxmat o'ynashni o'rgatayotgan edilar. Ular o'ylaymizki, katta bo'lganlarida Rustam Qosimjonovdek buyuk shaxmatchi bo'lishlari aniq. O'ylaymizki, ular buyuk shaxmatchi bo'lganlarida ham kichik ustozlari Ozodbekni unutmasliklari axir. Axir ustozlarni unutib bo'ladimi? O'zbekistonda 1972-yilda Dalvarsa tepada o'tkazilgan arxeologik qazishmalarda fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topilgan. 1977-yilda esa Afrosiyob Samarqandda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida 7 shaxmat donasi topilgan. Shundan kelib chiqadiki, mamlakatimizda shaxmat sportining tarixi juda chuqur ildizlarga ega. Mamlakatimiz o'zining eng qadimgi shaxmat maktabi bilan faxrlanishi mumkin. 1984-yilda ilk marotaba Georgiy Azamov O'zbekistonning birinchi xalqaro grossmeysteri bo'ldi. 1998-yilda Ibrohim Hamroqulov o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati g'olibligini qo'lga kiritdi. Rustam Qosimjonov 1998-yilda birinchi Osiyo chempioni va 2004-yilda 17-jahon chempioni bo'ldi. 2022-yilda Butunjahon shaxmat olimpiadasining final bahsida O'zbekiston jamoasi Niderlandiya terma jamoasini mag'lub etib, turnir g'olibi bo'ldi.